Ketdi. 2025-yil bizning Instagram akkauntimizda, ya'ni Svetooptim 1 akkauntimizda joylashtirilgan videolarimizni boshqa uchinchi shaxslar tomonidan bizning ruxsatimizsiz foydalanganligini va targ'ib topganini bilib qoldik va biz bu bo'yicha ichki ishlar organlariga murojaat qildik. Mirobod tumani axborot texnologiyasi sohasidagi jinoyatchiliklarni oldini olish xodimlari tomonidan arizamiz ko'rib chiqildi. Bu huquqbuzarlar topilib, ularga aloqaga chiqilib, yuzlashtirib, profilaktika suhbatlari o'tkazilib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi va kelgusida bular huquqbuzarlar tomonidan boshqa bu videolardan ruxsatimizsiz foydalanishiga yo'l qo'ymaslik haqida hujjatlar ham rasmiylashtirildi. Va shuning oqibatida Mirobod tumani ushbu bo'lim xodimlarida minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli fuqarolar, boshqa shaxslarning shaxsiy ma'lumotlarini ruxsatsiz olish, ishlov berish, tarqatish qonunan taqiqlanadi hamda ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi.